Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda sizlar bilan sarmoyasiz pul ishlasa bo'ladigan programma haqida gaplashamiz. Lekin oldindan aytib qo'yay, bu hali programmani men ham yuklab olganim yo'q. Videolarda, YouTube'larda ko'rdim, o'zbeklar tomonidan ishlab chiqarilgan ekan. Mana Play Marketda mavjud. Rasmga qarasak, mana aniq o'zbeklar tomonidan ishlab chiqarilganligini bilsak bo'ladi. Qaranglar, даже 1000 so'm ham to'lab bergan ekan. Buni albatta sizlar bilan tekshirib ko'ramiz tez kunda. Tez kunda emas, balki mana shu videoni o'zida ham pulli qilib ko'rsatarman 1000 so'm. Может, iloji bo'lsa agar harakat qilamiz. Xo'p, o'rnatamiz. Birinchi o'rinda arzimagan 11 megabayt. Unaqa ko'p, katta emas, 11 megabayt. Misol uchun hozir Instagramda yo YouTube'da bitta shorts reels ko'rsangiz, o'zi 5-6 megabayt, to'g'rimi? Xo'p, videoni pauza qilmayman, do'stlar. Chunki sizlarga to'liq ko'rsatib berishim kerak. Qanday registratsiya qilinadi, nima qilinadi, aytib sizlar bilan birgalikda o'zim o'rganaman. Xo'p, qaranglar, birdaniga shu yoqda paydo bo'lib qoldi bizda, lekin biz bularga e'tibor bermaymiz. Biz kirish qilamiz. Mana shu yoqda akkauntimiz, demak, akkaunt ochishimiz kerak bo'ladi. Telegram botiga kiringlar, 1 daqiqadek kod. Mana bu botni ustiga bosamiz. Pullar uzbot bizni Telegramga o'tib yoradi shu yoqdan mana. Telegramga kiramiz va bizni o'zining Telegram botiga otib yuborsa kerak. Xo'p, kutamiz, ozroq sabr. Xo'p, mana start bosamiz botga. Kontaktimizni telefon raqamimizni yuborishimiz kerak ekan. Qo'rqmanglar, bu xavfli emas hech qanaqa. Xo'p, mana bu yoqda kodimiz bor, shuni ustiga bitta bossak, menimcha nusxalanadi. Mana nusxalandi. Nomerni ustiga bossak, mana bu yoqqa nusxalagan kodimizni qo'yamiz, tasdiqlaymiz. Bo'ldi do'stlar, mana o'zi bizga kirganimiz uchun 800 so'm pul bonus berilibdi. Kelinglar, vazifalarni bajarishdan oldin ko'raylikchi, rostdan 1000 so'm chiqarsa bo'larmikan? Bizda to'ldirish emas, bu pul chiqarishga bosamiz biz. Eng kam 1000 so'm bo'lishi kerak ekan do'stlar. Gap yo'q, 1 soatgacha pulimiz kartamizga kelib tushish ekan. Lekin bu yoqda bitta narsaga e'tibor beramiz. Bu mashinnikmi, yo'qmi bilmadim. Mana yoqqa karta raqamingizni yozgandan keyin amal qilish muddatini ham yoz deb aytmoqda. Summani kiritamiz. To'g'risi, amal qilish muddati nima uchun kerak tushunmadim. Agar hozir tekshiramiz, men minimalka yig'ib ko'rsataman, 1000 so'm emas, 1000 so'mdan sal ko'proq yig'ib ko'rsataman. Agar amal qilish muddatini kiritganimdan keyin chiqarishga qo'ysam pullarimni, qanaqadir telefonimga kod kelsa, bu kodni umuman yuborib o'tirmayman bu programmaga, chunki mashinniklar bo'lishi mumkin, pulingizni yechib oladigan. Xo'p do'stlar, mana bironta vazifa bajarib ko'rsataman sizlarga. Misol uchun Instagramda obuna bo'lish kerak ekan. Kelinglar, hozir shuni bajarib ko'ramiz. Xo'p, link orqali o'tib obuna bo'lish tugmasini bosing, vaqt tugashini kuting, vaqt tugagandan keyin tekshirish tugmasini bosing. Do'stlar, sizlar Instagramda asosiy akkauntinglarni ulab qo'ymanglar. Hozir men Instagramga kirib boshqa bir fake akkaunt ochaman yoki ko'raman. Fake akkauntlarim bo'lsa, ya'ni keraksiz Instagram akkauntlarim bo'lsa, o'shalarni Instagramga asosiy akkaunt qilib qo'yaman. Xo'p, mana bitta keraksiz akkauntim topdim. Agar sizlarda misol uchun keraksiz akkaunt bo'lsa, ochib olinglar. Instagramda qiyin emas-ku keraksiz akkaunt ochish. Qiyin joyi yo'q. Juda ocha olmasizlar. YouTube'ga yozsanglar, misol uchun Instagramda akkaunt och deysizlar, 1000 ta video chiqib keladi. O'shanda o'rgana olasizlar. Uncha o'zi qiyin emas. Xo'p, endi qaytamiz biz dasturimizga. Xo'p, linkni ochamiz. Do'stlar, qaranglar. Sizlar maslahatim, Instagram bilan birga qo'shib Instagram Lite ham yuklab olinglar, chunki misol uchun men Lite'dan ham ro'yxatdan o'tib qo'yganman. Meni Instagram Lite'ga o'tib yordi. O'sha keraksiz akkauntinglar Instagram Lite degan programmaga ham ulab qo'yinglar. Mana Instagram Lite qanaqa deysizlar? Oddiy Instagram bilan bir xil narsa, prosta interfeysi qanaqadir funksiyalardan ajralib turadi. Misol uchun Instagramda bor narsalar Instagram Lite'da yo'q bo'lishi mumkin. Atak uncha farq qilmaydi mana. Instagram deb yozsanglar, mana oldiga o'zi Lite ham chiqib keladi, qo'shilib turib. Xo'p, mana Instagram Lite. Bu adashmasam juda ham turadi. 5 megabaytga ham bormaydi. Xullas, Instagram ham olinglar, Instagram Lite ham olinglar-da, ikkalasidan ham fake akkauntinglarga kirib qo'yinglar maslahatim. Chunki hozir meni Instagram Lite'ga o'tib. Xo'p, mayli. Follow bosamiz. Follow bosdik mana. Xo'p, endi dasturimizga qaytib olamiz, pullarga. Vaqt tugagandan keyin tekshirishni bosaylikchi mana. Tekshirish vaqti kelibdi o'zi. Username'ingizni kiriting deyapti.
qaranglar, endi men boyagi exchange degan fake accountim bor edi-ku, endi get like deganiga o'tib qolgan bu yoqda. Xullas, endi Instagramda ham get like ga kirib qo'yaman. Instagramda ham get like o'sha accountimga kirib qo'yaman. Bu yoqda Instagram Lite'da ham get like accountim turibdi. Xo'p, username'imiz mana get like io 2025 ekan. Xuddi shu username'imizni yozib qo'yar ekanmiz bu yoqda. Mana. Xo'p, videoni pauza qilib turay ungacha. Xo'p, mana akkauntimizni o'sha username'ni yozib oldik. Bu yoqda o'zimiz podpiska bosgan. Akkaunt qo'shishga bosamiz endi. Bo'ldi, Instagram akkauntingiz qo'shildi. Endi yana bir marta tekshirishga bos ekanmiz. Xo'p, va bajarilgan vazifangiz tekshiruvga yuboriladi. Tekshiruvdan o'tgan vazifalarda tezda pulimiz, ya'ni balansimizga qo'shildi ekan 40 so'm. Bo'ldi mana. Vazifa bajarildi. Hozir balansimizga qo'shilmagan pul yo'q. Mana do'stlar ko'ringlar, resga qo'shilibdi. Ya'ni tez tekshirar ekan. Sizlar lekin podpiska bosdim, bo'ldi, tekshirildi. Endi followni olib tashlayman deb o'tirmanglar. Misol uchun men follow tashlaganman-ku, ya'ni ombudan bo'lganman mana bu yoqda. Hozirgina kimga obuna bo'ldik? Mana pullar o'ziga. Hech qachon olib tashamanglar do'stlar. Shuning uchun fake account ochib qo'yinglar, mana shuni podpiska bosib ketaveringlar. Ishlagan pulinglarni halollab olinglar. Agar podpiskani olib tashlasanglar, keyinchalik sizlarning akkauntinglarni blokka tiqaverishi mumkin. Keyin pul ishlolmay qolasizlar. Xo'p, endi mana boshqa zadaniyalarni ham shu tariqa bajarasizlar. Menimcha Telegramda ham xuddi shunaqa obuna bo'lasizlarda obuna bo'lgandan keyin xuddi shunaqa username yozishlaringizni so'raydi. Telegramdagi username'laringizni topib, mana shu yoqqa yozasizlar, tekshirish bosasizlar, balansingizga pul qo'shiladi. Do'stlar, men videoni to'xtatib turaman shu yoqda. Bugun 10-aprel kechqurungi soat 1 lar atrofida taxminan bir kunlardan keyin yoki misol uchun bir necha soatlardan keyin 1000 so'm yig'sam, 1000 so'm yig'gandan keyin chiqarishga qo'yaman. To'lab berganidan keyin videoni to'liq YouTube'ga qo'yaman do'stlar. Menimcha to'lamasa agar kutamiz, kerak bo'lsa 1 soat emas, mayli 2-3 kunlab kutamiz. To'lab bermasa bu video hech qayerga chiqmaydi YouTube'ga. Sizlar shu videoni ko'ryapsizlarmi? Demak, to'lab bergan pullarni. Xo'p, videoni endi biz shu yerda to'xtatamiz polniga. Xo'p, do'stlar, ko'rishlar mumkin. 1000 so'mdan ozroq ko'p yig'ib qo'ydim. Darrov ichida 5-6 minut ichida. Faqat Instagramdagi zadaniyalarni bajardim, chunki Telegram akkauntim boya ulanib qoldi. Telegram botiga start bosgandim, o'zi Telegram akkauntim ulanib qolgan ekan. Shuning uchun hadeb podpiskalarni ko'paytirib tashamay deb Telegramdagi vazifalarni bajarmadim. Xo'p, keldi endi pul chiqarishga kelsak, bu yoqda pul chiqarish turibdi mana. Bu yoqdan karta raqamini men nusxalab olgandim, shuni qo'yaman. Bu yoqda oy, yil, ya'ni kartani amal qilish muddati so'ralgan. Meniga 29-yilgacha 03-29 yozar ekanman. Xo'p, bu yoqda 1080 so'm pul chiqarishga bosamiz. Arizangiz qabul qilindi. Bo'ldi do'stlar, endi nima qilamiz? Menimcha kechqurun to'lab bermasa kerak. Agar to'lab bergan taqdirda ham videoni hozir pauza qilib turaman, ya'ni butunlay tugataman desa ham bo'ladi. Menimcha kech bo'ldi. Bu pullar avtomatik tarzda yuborilmaydi. Menimcha o'sha admini bor, bularga yo'naltirilgan, biriktirilgan, o'sha tashlab bersa kerak. Xo'p do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Kecha chiqarishga qo'ygan 1080 so'mimiz kelib tushgan. Ertalabki soat 5:41 da kelib tushgan ekan. Ya'ni 1080 so'mga 1% komissiya olib qoladi deyilgan. Komissiyalar bilan kelib tushibdi mana. Demak, hozircha pul ishlasa bo'ladi degan xulosa qilsak bo'ladi. Chunki hozircha endi 1000 so'm to'lab berdi, gap yo'q. Demak, ishonamizki, katta summalarni ham nasib bo'lsa to'lab beradi. Mana bu yoqda xullas programmamiz yangi, dasturimiz. Shuning uchun shuni evaziga hozircha kam zadaniyalar bo'lishi mumkin. Keyinchalik yaxshi ko'proq zadaniyalar qo'shilsa, может ozroq bo'lsa ham pul ishlay olishimiz mumkin. Mana misol uchun yana bitta Instagram zadaniyasi qo'shilibdi. Kecha yo'q edi, kecha hammasi tugatgandim. Endi sekin-sekin shunday qo'shilaveradi nasib bo'lsa. Do'stlar, bo'ldi, bugungi videomiz shundan iborat edi. Biz programmani sinab ko'rdik, pul to'lab berdik, gap yo'q. Rahmat. Bundan keyin ham agar kutib qolamiz, katta pullarni to'lab bersa xursand bo'lardik. Lekin bu dasturimizda referalniy havola, ya'ni orqangizdan odam chaqirish degan narsa yo'q ekan. Shuning uchun xohlasanglar, programmani silkasini kommentariyaga ham qoldiraman. Atak o'zingizlar mana Play Marketda mana ko'rib olinglar logotipini. Pullar deb yozsanglar, mana shunaqa logotipdagi programmani skachat qilib o'zingizlar videoda ko'rsatganimdek ro'yxatdan o'tib ishlasanglar bo'ladi bemalol. Pulni to'lab berdi hozircha. Lekin mabodo mana pul chiqarishda qaranglar,
karta raqamdan keyin amal qilish muddatini ham yozishing kerak deyapti. Amal qilish muddatini yozgandan keyin qanaqadir bir kod so'rasa, umuman aytib o'tirmaylar telefoningizga kelgan kodni. Aytib bo'lmaydi-da, chunki hozircha to'liq ishonch hosil qilganimiz yo'q bu dasturimizdan. Xullas, bugungi videom shundan iborat edi. Bemalol xohlovchilar bo'lsa kirib hozircha pul ishlab tursa bo'ladi. Zadaniyalar lekin juda kam, keyinchalik ko'proq qo'shilmasa. Do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. O'sha kommentariyada qanaqa izohingiz, misol uchun fikringiz bo'ladimi yoki qanaqadir savollaringiz bo'ladimi yoki misol uchun seriozniy savollar bo'lsa, biror narsaga tushunmayotgan bo'lsangiz, men Telegram kanalimni ham qoldiraman kommentariyada, o'sha yoqqa o'tsangiz, meni topasiz Telegram kanalda yoki mana shu Telegram kanalida o'zini chati bo'ladi, chatga ham yozib yuborsangiz, menga qo'ldan kelguncha javob berib yordam qilaman. Qanaqadir savolingiz, tushunmayotgan narsangiz bo'lsa. Sog' salomat bo'lasizlar do'stlar.